Ayrim odamlar oldin namozni o'qiymiz, ana undan keyin og'izni ochamiz. Qolgan odamlar yo'q. Oldin og'zimizni ochib, ozgina nafsga orom berib, taskin beraylik, ana undan keyin namozni o'qiymiz deydigan odamlar bo'ladi. O'rtada masala talashib qolayotgan odamlar bor. Shuning uchun janob payg'ambarimizning muborak hadislarida meni ummatim uchun o'z vaqtida iftorlik qilish xayrlik degan ekanlar. Bunaqangi masala talashmasdan namozni vaqtini, iftorni oldinroq qilib, og'zinglarni ochib, bemalol o'tirib, nafsga ozgina taskin berganinglardan keyin namozga turib namozni ado etinglar. Bir xil odamlar 1 minut o'tib ketdi-yu, 1 minut oldini ochib qo'ydik yo keyin ochib qo'ydik deb to'polon qilib odamlarni ko'rdik. Hali aytib o'tilgandek, payg'ambarimizning davrlarida soat ham bo'lgan emas, kalendar ham bo'lgan emas. Shomni vaqti kirdimi, iftorlikning vaqti zohir bo'ldi. Masala talashishga hojat yo'q. Ko'r odamga ham ma'lum bu narsa. Talashib to'polon qilishga, iftorlikni dasturxonning ustida munozara qilishga, bahs yuritishga bu yerda hech qanaqangi hojat yo'q, birodarlar. Mana shu shomni vaqti kirib kelishi bilan iftorlikning vaqti boshlanadi. Masala talashmasdan 1 minut undoq ekan, 1 minut bundoq ekan deb bir-biringlarni dilinglarni iftorlik dasturxonining ustida siyoh qilmasdan bemalol iftorliginglarni qilinglar. Ikkinchisi, iftorlik vaqtida janob Rasulullohdan hadis bor. Dunyoni so'zlarini qo'yinglar. Bozordagi dollardan tortib sotilayotgan narx-navo molni, siyosatni, tijoratni o'zini holiga qo'yinglar. İftorlik vaqtida duo qilinglar. Payg'ambarimizdan hadis bor. 3 xil duo bor, qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. Birinchisi, odil podsholarning qilgan duosi Allohning dargohida qabul. Ikkinchisi, zulmda yurgan mazlum odamning duosi qabul. Uchinchisi, kun bo'yi roza tutib, rozadorlikda kunini o'tkazgan bandani duosi Allohning nazdida qabul bo'lar ekan. Shunaqangi paytda roza iftorlik vaqti yaqinlashganda duo qilinglar. Dilinglardagi niyatlaringlarni Allohdan so'rab, iltijo qilib, Allohning o'ziga yalinib, yolvorib, dasturxonlarning ustida qilingan iftorlikdagi duo qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q.